Nexia 3 so'raganlar uchun azizlar 2018-yilda ishlab chiqarilgan u yoq bu yoqda petnolari bor mashinani ko'rsatib o'tamiz. Termiz shaharining mashinasi. Metan propan. Metanlari bor deb aytilyapti, balonlari ham o'rta holatda mana ko'raverasizlar. Qisqacha mashinani obzor qilib o'tamiz. Nexia 3 mexanika. Mana azizlar mexanika mashina chixol ko'liklari joyida. Qancha? 179 ming. 179 ming probek deb aytilyapti. Termizda mashinasi. Buni aytilishi qancha bo'lyapti? 18. 80 aytilishi. Xaridor so'radimi, yo'qmi? Xaridor so'ralmagan. Endi kelgansizda. Taqalganini aytingizlar buni, o'g'a. Klient qochirmay aytsangiz, ertaroq sotilarmidi? Kelishtirib beramiz. Ishonchnoma berasizmi yo oformat qilinadimi? Daveriniz beriladi. Hujjatda muammo yo'q-da? Yo'q, yo'q. Mana azizlar, ko'raverasizlar. Variant ajdani bormi, yo'qmi? Yetmagan puliga. Iloji boricha naqdga. Raqamingiz 97 97 kodi bilan 846 846 0191 0191 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Nexia 3 so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p bo'lyapti. Mendan mana sizlarga azizlar juda ham yaxshi holatda turgan oq rangdagi Nexia 3. Spark so'raganlar uchun Termiz avtobozordan Sparklar qatoridan videolarni tayyorlab boshladik. Video boshlanmasdan birdan like bosib qo'yasizlar. Bizlar avtobozor, kurash, chorva bozordagi narxlarni yoritib boraveramiz. 14 talik balonlarni yangisidan qo'yilgan 2016-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Sparkni ko'rsatib o'tamiz. Surxondaryo viloyati Angor tumanining mashinasi. Faqat o'ng eshigida mana shu yerda ozroq sepilgan joyi bor deb aytilyapti. Mana ko'raverasizlar. Metanlari bor ekan, tayyor holatdagi mashina. Mana salon holatlarini ham bir qisqacha ko'rib o'tamiz. Shumka bo'lganda, shumka bo'lgan eshiklar. Mexanika mashina, chixol ko'liklari joyida, video registratorlari bor, tarpitga chixollar. Hammasi joyida azizlar. Mashina juda ham yaxshi holatda turibdi. Yurgani qancha ekan? 150 mingdan oshgan probegi. Mana. Oladigan xaridorlar bo'lsa, necha aytilish bahosi buni? 70 million so'm aytilish bahosi. Xo'p. Xaridor so'rashdimi yo'qmi bugun Termiz bozorida? Yo'q, bugun hali so'rashmadi. Endi kelgansizda. Ha, hozir keldim. 70 million aytilishi. Taqalganini ayting buni. Yili 16 oq Spark. Mexanika. 65 lar bo'lsa, 65 millionlar bo'lsa, baraka deb aytayapti egasi. O'g'a narxlar tushib boryapti, borgan sayin. Endi boshqa bozorlarda baraka bo'lyapti. Xuddi shunday mashina kraskasi tiniq bo'lsa, 60 nari beri, 55, 57 nari beri baraka bo'lyapti-da. 60 dan ham qayerga o'tib bera olmaysizmi? Agar xaridor savdo qilsa, o'tolmaysiz-da. 60 dan kami yo'q-da demak. Ishonchnoma berasizmi? ishonchnoma Aha, kelishamiz. Telefon qo'yishsa kelishamiz. kelishiladi. Raqamingiz 93lik 93 kodi bilan 567 567 75 93. 75 93 o'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizda. Bizda Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz kelishtirib berasiz-da. Shunda kelishtirib beriladi. Sizga pul kerakmi? Endi muammo emas. Termiz shahrida joylashgan Hamroh mikromoliya tashkiloti qulay shartlar asosida 2 soat ichida mikroqarz va mikrokreditlarni taqdim etadi. 3 kishining bir-biriga kafilligi asosida hech qanday garovlarsiz, bitta pasport evaziga 2 soat ichida qolaversa, avtomobil garov evaziga 300 million so'mgacha, ish haqi evaziga, ya'ni rasmiy daromadi bor obunachilarimiz uchun 2 soat ichida 50 million so'mgacha qolaversa, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham 50 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'larini naqd pul ko'rinishida olishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hurmatli obunachilar, 2010 mana oq rangdagi Damas ko'rsatib o'taman. Balonlari ham yangi holatda ekan, mana 500 diskalar hamda balonlar qo'yilgan. Bu yog'ida sepilgan joyi bor deb aytilyapti. Oq rangdagi Damas ko'rsatib o'tamiz. Mana men ko'rganimda aytaman, bilasizlar. Shu yerga sal sepilgan. Yili 2010. Chixol bo'laklari bor. Mana ko'raverasizlar. 668 mingdan oshgan ekan mashinaning yurgani. 668 mingdan oshgan ekan yurgani.
Motor korobka ishlashi zo'r deb aytilyapti, metani bor deb aytilyapti. Buni qanchaga bitmagan uyda? 22 gami? 5 ga bermadik, 26 desa olib ketadi. 25 millionga bermadim uyda deb aytilyapti. 26 bo'lsa baraka deb aytyapti egasi. Buni variant ajdanasi qanday? Yo'q, barter bor bunda. Boshqa GM mashinalariga barter bor-a? Ko'zni jentrani Matismi любой mashina hisobla olaman agar uning lazet pazetlar bo'lmaydi. Raqamingiz 95 95 kodi bilan 332 332 60 60 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Nexia 2 so'raganlar shinazlar 10 kiloda sepilgan joyi bor. 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Zavodskiy uslublari almashmagan. Son motor, metanlari bor. Kiyim-ro'ylari ham ko'rinmayotgan mashinani ko'rsatib o'taman azizlar. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan kanalimiz obunachisining mashinasi balonlarni yangisidan qo'yib qo'yishgan. Mashina tiniq turibdi haqiqatan. Mana. Mashina tiniq turibdi. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Yili 16. Salonlarni ko'rsatib o'taman. Chihol po'laklari joyida, mana ko'raverasizlar. Yurgani qancha ekan? 46 ming turgan mashinami deyman. Halolmi yurgani? O'yinlar qo'lda ko'tarib tushiriladi azizlar. Ko'raverasizlar. Og'a bu 16 ni xaridorlar qancha so'rashdi? Aytilishi qancha? 75 deyapti, kelishamiz. 75 aytilishi kam bor. Motor ochilganmi? Motor ochilmagan. Lekin 75 og'irda, qimmat aytyapsizlar-da. Narx tushyapti-ku. Buni baribir uydagilar bilan maslahat qilib kelgansiz, eng taqilganini ayting aka. Taqilgan narxini ayting, shunga qarab xaridorlar telefon qilib savdo qiladi-da. 65 bo'lmasa telefon nomer qoldiraylik. 99lik 99 kodi bilan 176 176 46 97 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Mana ko'raverasizlar. Metanlari bor, tayyor mashina. Spark so'raganlar uchun Surxondaryo viloyati Angor tumanining mashinasini ko'rsatib o'taman. Yili 2011. Orqa eshigida pastda sepilgan joyi bor deb aytilyapti, bitta joyida. Balonlarni yangisidan qo'yib qo'yishgan, metanlari bor. Motor holati qanday ishlashi? Korobka ham zo'rmi? Korobkalari ham ishlashlari zo'r deb aytilyapti. Hadovoylar qilingan ekan. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Mashinaning tashqi holatiga e'tibor berasizlar. Yaxshi holatda turibdi. Mexanika mashina, chihol po'laklari bor ekan. Mana salon holatlari. Yurgani qancha ekan? 245 ming yurgani. Buni 2011 da qancha baho qo'ydingiz? 65 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 65 aytilishi. Xaridor so'radimi, yo'qmi? Hozir keldik o'zi. Endi kelgansizda. Har xil. Bunga narx tushib boryapti og'ajon. Iloji boricha eng taqalgan narxini aytsangiz, xaridor shunga qarab narxini hisob-kitob qilib telefon qiladi. Kelishtirib berasizmi? Demak, kichkina motor-da bu. Azizlar, bemalol aloqaga chiqib savdo qilaverasizlar. Konseynerlari bor varianti mana. Olgan xaridor oladi, minadi. Tayyor mashina. Bunga ishonchnoma berasizmi, offerment qiladimi? Hujjatda muammo yo'q. Hujjatda muammo yo'q. Raqamingiz? 94 kodi bilan 282 70 11 70 11 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi azizlar. Labo so'raganlar uchun 2017 ga 2018 alikafonlar, reshotkalar qilingan mashinani ko'rsatib o'tamiz. Mana. Balonlar o'rta holatda ekan. Metanlar joyida. Metan balonlari bor. Salon holatlarini ham bir ko'rsatib o'taman. Chihol po'laklari bor ekan. 17 ga 18 ekan. Mana. 248 ming mashinaning yurgan. Mana ko'rasiz. Og'a, kraskasi qanday dedingiz? Asit bo'lgan. U yoq bu yoqda bor-da. Necha baho qo'ydingiz? 55 million aytilishi, 17 ga 18 asit qilib u yoq bu yog'i sepilgan joyi bor deb aytilyapti. Strashni udari yo'qmi? Yo'q. Taqalganini ayting buni. 55 kam bor, kelishtirib beraveramiz. 55 dan kam bor. Ishonchnoma beriladimi? Berilaveradi. Variant ajdaniyasi qanday? Bir oychaga kutib o'tiramiz. Bir oyga kutishi bor. Raqamingiz? 88 88 kodi bilan 38 038 76 77. 76 77 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi.
Matiz so'raganlar uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Matiz ko'rsatamiz. 10 kriloda, eshikda hamda orqa buferda ozroq sepilgan joyi bor deyilyapti. Demak, 3 ta detalda kraskasi bor azizlar. Balonlari ham juda yaxshi holatda turibdi. Benzinda turibdi mashina. Benzinda turibdi mashina. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanining mashinasi azizlar. Mana. Chixol po'laklari joyida. 190.844 kilometr mashinaning yurgani. Mana azizlar, qisqacha ko'rib o'tamiz. Olgan xaridor istasa metan, istasa propan qo'yib olaveradi. Nech qo'yib beraman. Ha? Xohlasa qo'yib beraman men. Summa ishigami? Summa ichiga. Kelishlarmi? Yo'q, qo'yib beraman ichiga. Aytilishi qancha? Aytilishi 30 million. 30 million aytilishi. Metan ham qo'yib beradi. Metan yo propanmi nima? Metan qo'yib beraman. Metan qo'yib berishi xizmati ham mavjud o'sha summa ichida. Taqilgan nech deysiz bunaqa? Metan qo'yib bersam, Qo'yib bersangiz metan olishda kamlik metan turib qo'yib berib yuboraman. 26 million qo'yib beraman. 26 million bo'lsa metan qo'yib berib yuboraman deb aytayapti. Buning variant ajdaniyasi bormi? Kelishlarda. Ishonchnoma berasizmi, offerim qilamizmi? Beramiz. Hujjatda muammo yo'q-a? Raqamingizni ayting. 94 kodi bilan 901 38 36 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Damas so'raganlar uchun 2022 orqa kapotda ozgina sepilgan joyi bor deb aytilyapti azizlar. Angorda mashinasi. Sakka diskalar qo'yilgan, yumshoq balonlar joyida. Qisqacha ko'rsatib o'taman. Chixol po'laklari joyida, yurgani keladigan bo'lsak 90 mingdan oshgan azizlar. Mana ko'raverasiz. Metani bor-a? Metani bor tayyor mashina. 22 ni qancha baho qo'ydingiz? 22 bank qilib olsa 3 million to'lov bilan chiqib ketadi, 65 million qilib beraman. Agar naqd bo'lsa 63 million qilib beraman. 63? Ha, naqdga. Naqdga. 63 dan kami yo'qmi? Agar siz aytib Qayerga o'tib berasizmi? Bunga ishonchnoma beriladimi yo'qmi? ishonchlarni qilib beramiz. Hujjatda muammo yo'q. Muammosi yo'q. Azizlar savdo qilaverasizlar bemalol. Buning variant ajdaniyasi bormi? Yo'q, variant yo'q. Varianti yo'q. Naqdga sotamiz. Bank yoki через bank yoki naqdga sotiladi. Telefon nomeringiz? 97lik 97 kodi bilan 638 638 00 00 08. 08 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi azizlar. Azizlar, Spark so'raganlar uchun ochiqroq rangdagi qorasidan bitta ko'rsatib o'tamiz azizlar. Mana. Termiz shahardagi mashinasi. 5 yulduz sakka diskalar qo'yilgan, balonlari o'rta holatda. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Mendan Spark so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p bo'lyapti. O'sha obunachilarimiz uchun ko'proq videolar qilishga harakat qilamiz. Chixol po'laklari bor, monitorlari bor ekan. Mana sanoqliklariga e'tibor berasizlar. Mexanika mashina. Yurgani qancha ekan? Yurgani qancha yurgani? 400 mingdan oshgan. Yurgani 400 mingdan oshgan azizlar. Metani bor dedingiz-a? Metanlari bor, motor korobka ishlashi qanday? Zo'rmi? Motor korobka ishlashlari zo'r deyilyapti. Og'a bunga qancha baho qo'ydilaringiz 13 Sparkga? 55 deyapmiz. 55 aytilish kam bor-a. Savdosi bo'lmadimi hali? Yo'q, hozirda yo'q. Eng taqilganini aytingizlar buni kelishtirib. Chunki narx tushib boryapti-yu borgan sayin. Endi shu 50 ga qo'shib sal. 50 nari berdi, demak a? Ishonchnoma berasizmi? Xaridorga? Beramizda. Yo faqat offerim qilamiz. Hujjatda muammo yo'q-da. Hujjatda muammo yo'q. Mana azizlar kelishaverasizlar. Raqamingizni ayting. 77lik 77 kodi bilan 204 204 52 92. 52 92 raqamga qo'ng'iroq qilib bizda Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz kelishtirib beradi. Termiz shaharining mashinasi. Matiz so'raganlar uchun Jarqo'rg'on tumanining mashinasini ko'rsatib o'taman azizlar. Yili 2011 orqa kriloda. Sepilgan joyi bor deb aytilyapti. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Yili 2011 mashina. Balonlari. Mana ko'rasizlar, juda ham yaxshi holatda turibdi. Shumka bo'lganda. Mashinaning 4 eshik shumka bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Best yili 2011 chixol po'laklari bor ekan.
Talonlarni ham ko'raverasizlar. Yurgani qancha? 550 mingdan oshgan demak. Metani bor. Motor korobka ishlashi zo'rmi? Zo'r. Motor korobka ishlashlari zo'r deb aytilyapti. Mana ko'raverasizlar, motor moy yemaydi deb aytilyapti. Og'a buni xaridorlar qancha so'rashdi? Aytilish qancha? 34 deyapmiz. 34 million aytilish bahosi. 4 Porsche'na? 4 Porsche. Taqalganini ayting buni. 34 dingiz lekin og'ir ancha. Kelishiladi. Ishonchnoma berasizmi? Ishonchnoma beriladi. Hujjatda muammo yo'q. Hujjatda muammo yo'q. Buning variant ajdaniyasi qanday? Faqat naqdga. Raqamingiz 91 kodi bilan 907 49 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Azizlar, 2024 kraskasi toza, oq rangdagi Laboni ko'rsatib o'tamiz. Surxondaryo viloyati Muzrabotda mashinasi. Hozir juda ham ko'plab Damas Labolarga mana shunaqa sakadiska bilan balonlar qo'yish urf bo'lgan, desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana metan balonlari ham joyida. 724. Aniq ko'rib o'tamiz. 54295 kilometr mashinaning yurgani. Mana yurganlarini ham ko'rsatib o'taman. Probeklarni. Poliklar bor, holda qoplanmagan barlarni qo'yib qo'yishibdi. Ko'rib o'tamiz. Motor korobkasi zo'rmi? Aytilish qancha ekan? 24. 54 mingdan oshgan. 90 aytilish kam bor. Aka, o'tgan hafta Dinov bozorida 26 pachka Damas zavodga turuvdi hamma tomon. 90 millionga baraka bo'lgan edi. Laboni savdosi ustida bo'lmadim-ku. Buni eng taqilganini ayting xaridorga, klient qochirmay aytavering. Ertaroq endi dadingizni aytsangiz, shunga qarab biz obunachilar hisob kitobini oladi-da. Masalan, 80 mi, 85 mi, 82 mi, 85 mi? 85 lar bo'lsa bitadi deb aytayapti. 24 Laboni yana ham kelishiladi. 24 54 mingdan oshgan kraskasi toza Muzrabotning mashina. Ishonchnoma berasizmi, ofermat qilamiz? Hujjatda muammo yo'q. Hujjatda muammo yo'q. Ishonchnoma ham berilar ekan. Nomeringiz 77 kodi bilan 191 24 04 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Matiz so'raganlar uchun metallika rangdagisidan bittasini ko'rsatib o'tamiz. Balonlari o'rta holatda. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'onning mashinasi. Mana bu 10 krilo almashgan. Bilinib turibdi. Metani bor dedingiz-a? Propan balonlar bor. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Ichqo'l po'liklari joyida. Yurgani keladigan bo'lsak 139 ming. Azizlar, mana. 139 mingdan aka bu speedometr to'xtaganmi deyman-a? Haqiqatan yurgani shunchami? Halol yurgani deb aytilyapti. O'yinlar qo'lda ko'tarib tushiriladi. Chunki bu ko'p minilmaganda demak-a? Buni xaridorlar qancha so'radi aka 2010 metallikani? 25 million. 23 million. Bermagansiz. Endi chiroyli narx qilib ayting, bizda xaridorlarimizga, obunachilarimizga arzonroq bo'lsa, tezroq oladi, siz ham ishingiz tezroq bitadi. Bermaganimizga beramiz agar. Nechiga? 23 ga. 23 million bo'lsa baraka deb aytilyapti. Yili 2010. Motor korobka ishlashi zo'rmi? Motorida ozroq ishi bor edi. Buni bo'lib berishga nima deysiz? Masalan bir 5-6 million pul bersa, qolganini kutishga. Hatto 10 million bersa deysizmi? Azizlar, 10 million bersa, qolganini qancha kuta olasiz? 6 oy, 1 yil. 6 oy. 5-6 oy kuta olaman deyapti. Ishonchnoma berasizmi? Yo, ofermat qilamiz. Hujjatda muammo yo'qmi? 1,5 yil generalni borda. Demak, 1,5 yil generalni. Siz bir generalni bera olasizmi yo'qmi? Beriladi. Berasangiz bo'ladi. Shunday. Azizlar, hatto 10 million pul bersa xaridor, qolganini kutaman deb aytayapti. Mana raqamingizni ayting. 91 kodi bilan 077 0409 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Gap yo'q aka, gap yo'q. Akamiz biz obunachimiz ekan, endi sizga xuddi o'zingizga o'xshagan odamlardan telefon bo'ladi, nasib qilsa, xaridor bo'ladi.
Matiz so'raganlar uchun Termiz shaharining mashinasini ko'rsatib o'taman. 10 kriloda hamda orqa kriloda. Ikkita detalda bir qarish sepilgan joyi bor deb aytilyapti. Balonlar yangi holatda azizlar. Mana mashina juda ham yaxshi holatda turibdi. Shumka bo'lmagan ekan. 13 talik balonlar joyida. Termizning mashinasi qisqacha ko'rib o'tamiz. Best azizlar, best pozitsiyasi. Chiqib bo'lishlari joyida. Mana yurgani qancha ekan? Yurgani qancha? Probegi. Almashmaganda yurgan 4 tur. Turizmga borganda yurgani turizmning nari beri azizlar. Metani bor. Motor korobka ishlashi zo'rmi? Mo'yamaydi. Motor moy yemaydi. 22 millionga berilmagan ekan bu 2010 Matiz azizlar. Yana ham kelishiladi. Egasiga hozir qo'ng'iroq qilsalaringiz, ishonchnom beriladi. Hujjatda muammo yo'q. Termiz shaharga beramiz, Termizga. Mana azizlar ishonchnom ham kelishiladi, beriladi deb aytilyapti. Termiz shahari bo'lsa. Telefon raqamingiz 93lik 93 kodi bilan 215 215 36 33. 36 33 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Nexia so'raganlar uchun azizlar qizil rangdagi bittasini ko'rsatib o'tamiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan tinni holatda turgan mashina, balonlari yangi holatda, 1.6 motor, super konditsioner, metanlari ham bor, zavodskiy usilitillari ham almashmagan. Mana qisqacha ko'rib o'tamiz. Qayerda mashina bova? Qiziriq tumani mashinasi. Birinchi qo'lmisiz? To'g'ridan to'g'ri birinchi qo'ldan olaman deganlar bo'lsa, mana azizlar ko'rsatib o'tamiz. Elektronni ko'tarib chiqiladi oynalar. Chiqolda qoplanmagan poliklar bor. Yurgani qancha edi bova? 160 mingdan oshgan mashinaning yurgani. 50 millionga Termiz bozorida bitmay turibdi, savdosi deb aytilyapti. Necha bo'lsa bitadi bu? 55 so'm ekan. 50 birga bitkazim. 50 ga bermagan bo'lsangiz. Nima deysiz? Kelishamiz. Kelishiladi. Mashina haqiqatan tiniq turibdi, radnoy hamma tomoni. Toza. Motor ishlashi zo'rmi? Motorda tovush chiqmaydi. Tovush chiqmaydi. Ishonchnoma berasizmi yo oformat qilamiz? Beramiz. Hujjatda muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Hujjatda muammo yo'q. Telefon nomeringiz 97lik 97 kodi bilan 844 844 87 16. 87 16 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Azizlar, Metallica 2011 kraskasi toza Termizda mashinasini ko'rsatib o'tamiz. Balonlar, oldi balonlar yangi holatda, orqa balonlar o'rta holatda ekan. Men ko'rganimda borligicha aytaman azizlar. Bemalol tekshirtirib olsalaringiz bo'ladi. Metanlari bor ekan. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Chol poliklari bor. Prostoy varianti bu. Azizlar, best emas. Yurgani 399.121 kilometr. Mana. 30 aytdingizmi buni? 30 aytilishi 27 million bo'lsa, baraka deb aytayapti egalari. Termizda mashinasi. Buning variant ajdanasi qanday? Yo'q, naqdga sotiladi. Faqat naqdga. Dayo mashina bo'lsa, beramiz. Boshqa mashinaga barter bor ekan. Ishonchnoma berasizmi yo oformat qilamiz? Farqi Hujjatda muammo yo'q. Yo'q, hujjatda muammo. Raqamingiz 95 kodi bilan 332 60 00 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, ikkita joyida pitnosi bor. Angorda mashinami? Surxondaryo viloyati Angor tumani mashinasini ko'rsatib o'taman. Balonlari o'rta holatda. Metani bor-da. Metani bor mashinani ko'rsatib o'tamiz azizlar. Mana. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Chixol poliklar joyida, mana ko'rasizlar, monitorlar, video registratorlari bor. Ayiqchaga nima bor bu yerda? Barlarni ham qo'yib qo'yishgan. Kayfiyat uchunmi? Yurgani qancha? 270 ming. 270 ming mashinaning yurgani ko'rasizlar. Motor korobka ishlashi zo'rmi? Motor korobka ishlashi zo'r deb aytilyapti. Taqilgan necha dedingiz? 48 million beramiz. 48 million eng oxirgi narxi deb aytyapti. Angordan Mo'min og'amiz. Yana savdo qilsalaringiz bo'ladi. Istasangiz ishonchnoma beriladi, istasangiz nomingizni oformat qilib olsangiz bo'ladi. Hujjatda muammo yo'q.
Bizni Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsangiz, yana ham kelishtirib berishadi. Telefon nomeringizni ayting. 88 88 kodi bilan 038 038 76 77. 76 77 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Matiz so'raganlar uchun prostoy variantida bu. Prostoy varianti yili 2017. Termiz shaharning mashinasi, balonlari o'rta holatda ekan. 3 ta detalda kraskasi bor deb aytilyapti azizlar. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashina juda yaxshi holatda turibdi. Metanlari bor ekan. Motor korobka ishlashi qanday? Zo'ra. Birinchi qo'lmisiz o'zingiz? Ikkinchi qo'l. Ikkinchi qo'l. Chipol po'laklari bor. Oynalar qo'lda ko'tarib tushiriladi. 211 mingdan oshgan mashinaning yurgani. Mana ko'raverasizlar azizlar. Aka bu 17 ni qancha so'rashdi xaridorlar? Aytilishi qancha? 37 baho qo'ydingiz, a? Lekin 37 sal og'ir aka. Chunki narx tushib boryapti borgan sayin. Taqalgan, bitadigan narxni aytavering, shunga qarab xaridorlar savdo qiladi telefon qilib. Necha deysiz? 35 bo'lsa baraka. Ishonchnoma berasizmi? Hujjatda muammo yo'q. Yo'q. Hujjatda muammo yo'q. Raqamingiz 93lik 93 kodi bilan 098 098 83 83 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Buni varianti yo'qmi? Varianti yo'q-a? Faqat naqdga. Faqat naqdga sotilar ekan. Damas so'raganlar uchun propan 2024. Demak, propanlari bor. Mashinani ko'rsatamiz. Kraskasi toza, Termizning mashinasi. Balonlari yangi holat. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Termizdan mana shu akamiz mashinasi. Chol po'laklari joyida. Qisqacha ko'rib o'tamiz. 38392 kilometr mashinaning yurgani. Mana. Ko'raverasizlar azizlar. Termiz bozoridagi real narxlar. 24 edi. Qancha so'radi xaridor bugun? Aytilishi qancha? 78 million. 78 million aytilishi bahosi. Taqalganini ayting buni. Aka, siz ham dangal 75 bo'lsa beramiz. 75 bo'lsa baraka. 24 propani bor, tayyor. Damas. Raqamingizni ayting. 99 kodi bilan 075 075 80 95. 80-95 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Hurmatli avtomobil ishqibozlari, Sirdaryoga borib metal o'rnatish shart emas. Endi Surxondaryo Dinovdan yoki Jarqo'rg'ondan yoki Surxondaryo Sheroboddan metallarni arzon hamda sifatli narxda o'rnatishlaringiz bo'ladi. Sirdaryolik ustakalarning o'zi to'g'ridan-to'g'ri kelib Dinov filialiga hozirgi vaqtda mana yuklarni tushirishgan. Katta yuk mashina boya kirib keldi. Batafsil ma'lumotlarni video ostidagi raqamlardan olsalaringiz bo'ladi. Bizda Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsangiz, yana ham chegirmali narxlarda qilib berishadi.